Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, qaranglar, kvadrotsiklimiz keldi. Gidravlika rul bo'ladi, rulda boshqa narsalar bo'ladi. Kvadrotsikl kim qidirib yurgan bo'lsa, narxini eshitinglar. 32 million so'm, 200 kubalik bo'ladi, 2 tonnalik bo'ladi. Keyin bon tarafda oqlan turdagi murovilaringiz bor. 12,5 million so'm, 12 million so'm tritsikllar bor, 7,5 million so'mdan. Endi kelinglar bunda. Sportiv mattolarimiz ham bor. Keyin bu Hyundai mashinani ham sotib beraveramiz. 14-yil 360 ming yurib turibdi. 160 million. Kelsangiz undan ham gashtirib beramiz. Kraska родной, ходовойлар ham zakonli sostoyaniyada turibdi. Bu tarafda endi ajoyib zakonli sportiv mototsiklimiz bor. Bu tozagan partamiz Ducati'ni replikasi bo'ladi. Inamiga qaranglar. Kilidini qaranglar. Kilid ham chisti chaqqi. Chaqqini olasdan, nima deydi, dikaslardan, shirkataslardan yakaslar gazini o'zi bir отдельный kelib deydi-ku. Keyin bu tarafda xalasansizlar BMW'miz bor. Bu 32,5 million so'm. Yana eng qiziqli yeri kreditdan chiqarib beramiz. Любой turdagi mototsikllar bo'lsin, benzinli muraviylar bo'lsin, любойni kreditdan chiqarib beramiz. Keyin bu tarafda Seven Tech brendi asosida zakonli muraviyimiz bor. Bu ham aksiyaga tushgan 12,5 million so'm. Kelaverasizlar. Keyin bu yerda ichida skuterlarimiz ham bor. Skuterlar 2 million 600 ming so'mdan. Keyin bu tarafda yana bir 400 kubaligimiz bor. Buni narxi ham 32,5 million so'm. Kredit ham bor. Dogovor ham bor. Ish qilib hamma o'zi bor. Yo'q, vajni o'zi yo'q. Keyin zapchastlarimiz ham bor kerak bo'lsa. Keyin bu tarafda yana bunday xohlasangiz mototsikllar bor, kurerchilik uchun. Xohlasangiz buninglar bor. Buladimchidan bo'ladi. Buni bilgan biladi, bilmagan damdan oladi, deymi? Bu 12 million so'm. Bu ham 12 million so'm. 13,5 million so'm. Keyin bunda Asraki bor. 14,5 million so'm. Eng muhimi kreditga chiqarib qo'yamiz. Agar pulingiz yo'q bo'lsa, kelsangiz kreditga chiqarib, olib kelsangizlar bo'ladi. Skuterlarimiz ham dekkan bob narxda. Arzon, hamma o'zimiz aksiyaga tushib qolibdi. Hammangizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling. Telefon nomerlarini pastda qoldiraman, telefonlashib kelaverasizlar.